Mana katta odamni aldayotganini qaranglar. Umuman foydasi yo'q. Baribir natijasi bo'lmaydi. Bug'doyga zarar qiladi. Kommentariyada shunaqa gaplar juda ham ko'p kelyapti. Assalomu alaykum fermer akalarimiz va dehqon akalarimiz. Bugun sizlarga o'sha 10 kun oldin Raygraz va Yovvoyi so'li o'tiga sepilgan dorilarni rostdan natija berdimi, bermadimi? Uni bilgani biz Samarqandga yetib kelganmiz. Bu yerda sizlarga rostdan o'zi foydasi bo'ladimi, foydasi bo'lmaydimi? Bug'doyga qanchalik zarar qiladi yoki umuman zarar qilmaydimi? Ularni bilgani yetib kelganmiz. Dilshod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savol-javoblar bilan keldim aka, xudo xolasa. Bugun bu yerga qachon bo'ldi sepilganiga bemalol salomlashib olib, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana hozir Samarqand tumanidamiz. Bu yerga sepilganiga 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi sepilganiga. O'sha Yovvoyi so'li va Raygrazga sepilgan polya. Mana o'sha ko'rganingizdek natija mana g'alladan pastda qolgan sarg'ayib, mana Raygrazlar o'sha qoldi o'sha. Bu chiriydi degan oxirgacha. Keling bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana Raygrazlarning ahvoli ko'rishlaring mumkin. Gap isboti bilan. Har safar biz isboti bilan video chiqarib beryapmiz. Rostdan natija beryaptimi, yoki rostdan natija bermayaptimi? Endi qaysi dori sepildi? Samuraymi yo yangi dorimi? Axial sepildi. Xalqda aksial dori deb izlab charchaganlar uchun bu yerga Axial preparati O'zbekistonda hozir kelgan. O'sha Axial preparati aksialda analogi. Birga bir ishlaydi, juda hamyonbop. Natijasi aksialdan tezroq taji. Xo'p, yana farqi, natijasini to'g'ri. Tezroq bo'lishi mumkin. Narxi-dachi? Narx 1/1 arzon. Yo'q, 1/1 aksial. Nargi poliyada o'sha siz aytgan Samuraning nargi poliyaga sepilgan. Bu poliyaga mana sepilmagan, gandumaklar o'lmagan. Gandumak. Bu faqat Yovvoyi so'li va Raygrazga sepilgan poliya. Bu nargisida Samurani sepilgan. Nimaga bu yerga ham Samurani sepilmadi, Axial sepildi? Nima sababdan? Egasi tanlov shuni xohladi. Chunki gandumak bu poliyada kamroq edi, Yovvoyi so'li ko'proq bo'lgani uchun e'tiborni ko'proq Yovvoyi so'liga qaratildi. Axial bilan, to'g'rimi? Lekin bu preparatlar birga ishlatsa bo'ladi. Ikkalasini birga mix qilib ishlatsa bo'ladi. Ikkalasini aralashtirib sepganingizda o'sha izlab yurgan aksialni pulchalik bo'lmaydi. Yo'q, ikkalasini bitta qilsa, aksialni endi fermer va dehqon akalarimiz bilishadi o'zlari. Mana qarang, sarg'ayib. Xohlagan joyingizga kiring mana. Video davomida qo'yib o'tib ketamiz. Nimalar bor? Hamma buni gandumaklar haqiqatan sarg'ayib, mana o'sha orqada qolib ketganda Raygraz. Gandumak o'lmagan. Bu gandumak o'lmagan. Gandumakka sepilmagan chunki. Endi Samuraning sepishganida kimnidir haligi bunda ham bug'doyga sepadigan akalarimiz ham, fermer akalarimiz ham e'tiborni ko'proq, masalan, qaysi o'ti ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shanga sarf qilishar ekanda, to'g'rimi? Mana. Endi dori sepaverib, charchab ketgandan keyin bittasiga sepadi-da, mana endi natijani ko'rdi, yana yil bu kishi polni sepmoqchi. Polni sepishmoqchi. Shunday mana. Raygraz. Ajoyib. Xo'p, yana bitta savol bilan kelganman men. Sizga o'tgan safar video chiqardik. Samurayni unda aytishdi. Bug'doyga, mana masalan, bug'doyga sepildimi? Buni ximikat qilib yuboryapsanlar. Masalan, sepdi nima, sepmadi nima? Biz ximikat yuboryapmiz deyapti-da odamlar. Endi har xil odamlar bor. O'shalarga qanday javob bersak bo'ladi? To'g'ri savol. O'zi o'zbekchilikda degan gap borki, o'zbekchilikda mana 1 litr 1 gektarga rasxodi bo'lsa, biz 1,5 solamiz-da. Aslida u xato. O'sha liboy dorini dozasini oshirganingizdan keyin g'alla pasayadi, g'alla stressga tushadi, даже kuydiradi g'allani-da. Hosildorlik tushadi. Me'yorida o'z vaqtida sepsa hech qanday g'allaga ta'siri yo'q. Mana bu yerga даже dozani ham baland qilib sepilgan, lekin g'alla qarang, na sarg'aygan, na stressga tushgan. Yaltillab bo'ylari o'sib chiroyli turibdi. O'tlar o'zi qolgan pastda. O'tlar qolgan. O'z vaqtida, me'yorida va to'g'ri dori sepilsa, hech qanaqa stress bo'lmaydi. Bug'doyga ham hech qanaqa zarari bo'lmaydi. Endi bu iloji yo'q. Masalan, dorini siz haligi fermer yoki haligi oddiy odam chiqib turib kommentariyaga masalan senlar ximikat qo'yyapsanlar deydi, to'g'ri. Endi buni sepdi nima, sepmadi nima? Sepganida o'tlarni o'ldiradi, g'allani oshishiga yordam beradi, sentner ko'proq beradi. Sepmasa, birinchidan o't baland bo'lib ketadi, g'alladagi o'sha g'allaning sentneri tushib ketadi, hosildorlik yo'qoladi. Ko'proq asosiysi hosildorlik yo'qolgandan keyin o'zi dehqon odam hosildan kutadi-ku, bor umidini, to'g'risida sentner tushib ketadi. G'allaga o'sha ketayotgan mineral o'g'itni yovvoyi o't oladi-da. O'shani hisobiga
Sepmasa bo'lmaydi. Sepmasa bo'lmaydi baribir. Endi buni fermer akalarimiz, dehqon akalarimiz juda ham yaxshi tushunishadi. Ha, sepmaslikning iloji Hozir yo'q. polyani o'zi yo'q. Dorini o'ziga keladigan bo'lsak, mana Excel videoning davomida ham qo'yib o'tib ketamiz. Pastda nomerlar ham qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilib bundan buyurtma bersalaring bo'ladi. Haligi nima desa bular quruq gapni o'zi bo'lib qolmayapti. Dehqon fermer akalarimiz faqat quruq gapni o'zi bo'lib turib, tija turib gapirilgani yo'q. Mana poliga kelib gap isboti bilan isbot qilib, dokazat qilib keyin chiqaryapmiz videoni. U ishlamaydigan narsani ishlamaydi deyiladi, ishlaydigan narsani ishlaydi deyiladi. To'g'rimi? O'sha lokatsiyani ko'rsatib ketamiz. O'tgan safar sepilgan ana yo'lda tomonida zavod bor. Operator ko'rsatib ketsangiz bo'ladi. Yo'lda u tarafida zavod bor. Ko'p shiferli zavod bor. Mana bu poliga sepilgan. 15 kun avvalgi videosi qo'yiladi. 15 kun oldingi videosi qo'yiladi. Unda ham past bo'lgan ekan-chi, buxtay. Ha, past bo'lgan. G'alla stressga tushmagan-da. G'alla stressga tushmagan. Ha. G'allaga umuman zarari yo'q demoqchiman. G'allaga umuman zarari yo'q. Chunki ko'pchilik mana sarg'aygan joylarini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Hozir yana ko'rsatamiz bu tomonlarni. Qo'yib o'tib ketamiz. Mana lokatsiyasini bilgan odam bu yerda 100% nima deyiladi? Ishlagan. Qayer deyiladi? Bu aka Al-Buxoriydan Charxin postga ketishda chap qo'ldagi polya. Asli bobo fermer xo'jaligining yeri. Asl bobo fermer bemalol kelib so'rab ko'zlaringiz bilan ko'rishlaringiz mumkin. Albatta, yashiradigan joyimiz yo'q. Ha. O'tgan safargi birinchi videosini qo'yib o'tib ketamiz. Mana natija bemalol fermer akalarimiz Exceldan sepishsa bo'ladi. Hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Mana o'tgan safargi Samurayning ham nojo'ya ta'siri yo'qmi? Samurayning ham nojo'ya ta'siri yo'q. Uniki ham yo'q. Uni ham hozir narigi pollarda ko'rsatamiz qisqacha. Eng asosiysi Excel effekti juda ham zo'r. G'allaga ta'siri yo'q va ta'sir doirasi shu bir haftadan 10 kun ichida bilinadi. Bo'lmasa, o'ylaymanki videomiz foydali bo'ldi va manfaatli bo'ldi. Bemalol ekranda raqam qo'yib o'tib ketamiz, telefon qilib. Ha, bemalol. Olsalaring bo'ladi. Hamma joyda filial bor. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari mavjud. Albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.